Men sizlarga bozorda qolmay qolsa 2-3 barobar narxi oshib ketadigan zo'r apparatni zo'r narxda ko'rsataman. Bu apparatimiz 2K emas, 3K emas, naq 4K da ishlaydigan 43 talik TCL brendining mana modeli bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Yangi modeli sotuvga keldi, zo'r narxda bo'ladi. Protsessorlari IPQ, ekranlari HVA bo'ladi. Eng zo'r taraflaridan bittasi protsessori sun'iy intellekt asosida ishlaydigan, ovozlari bo'lsa Dolby Audio ovozda bo'ladi. Men sizlarga narxini aytganimdan keyin xohlagan joylar bilan solishtirishingiz uchun ko'rib olinglar. Mana modeli, bu modelimiz eng so'nggi model hisoblanadi va butun O'zbekiston bo'ylab garantiyasiga ega. Eng asosiysi, televizorimiz ofitsialniy Google TV da ishlaydi. Xohlagan ilovalarni ko'chirib olsangiz bo'ladi. Bu televizorimizda o'zini akalariga o'xshab 4K formatida ko'rsatadi. Kichkina razmer bo'lishiga qaramasdan, eng asosiysi bir emas, ikkita pulti bo'ladi. Ko'rsatishlarini qaranglar, qanaqa tiniq, qora ranglarni zo'r ko'rsatib beradi. HVA panel bo'ladi. Portlariga keladigan bo'lsa, 3 ta HDMI porti bor, PlayStation, boshqa uskunalarni bir vaqtda 3 tasini bemalol ulab qo'ysanglar bo'ladi. Tunerlari ham 2 ta parabolik antenna tuneri ham bor va O'zbekiston kanallarida tekindan-tekin ko'rish imkoniyati ham bor. USB porti ham bor, USB flashka orqali kino, seriallarni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu 43 talik 4K TCL televizorimizni qolmagan paytda 280-300 dollargacha ham sotildi, lekin hozirgi kunda bizning obunachilar uchun 229 dollardan qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma beraverasizlar. Rahmat.